Hammaga salom do'stlar. Mana bu kommentariyamizda gipertonik kriz kasalligi bo'yicha ma'lumot bering deyishibdi. Gipertonik kriz kasalligi bu arterial qon bosimining keskin va yuqoriga ko'tarilib ketishi. Hozir shu kasallikning kelib chiqaruvchi sabablari haqida sizlarga ma'lumot berib o'taman. Birinchi sababi doimiy gipertoniya kasalligi, ya'ni qon bosim kasalligiga chalingan bemorlar. Dorini o'z vaqtida ichmaslik yoki to'xtatib qo'yishlik, kuchli stress holatlari, asabiylashish, buyrak kasalliklari, yurak qon tomir kasalliklari, spirtli ichimliklar, zararli odatlar qilish oqibatida bu kasallik kelib chiqadi. Gipertonik kriz kasalligiga chalingan bemorlarda qanday belgilar bo'ladi? Hozir shu vaqtda ham aytib o'tib ketaman. Birinchi o'rinda boshning oskipitali, ya'ni ensa sohasida kuchli og'riq, bosh aylanishi, ko'ngillanish, qusish holatlari yoki yurak tez urishi, nafas qisish, ko'krakda og'riq va hushdan ketish holatlari yuzaga keladi. Bulardan kuchliroq belgilari esa ko'krakda kuchli og'riq, nutq buzilishi, oyoq-qo'llarda uyushish, falajlik holatlari, ong buzilish holatlari yuzaga kelayotgan bo'lsa, darhol shifokor ko'rigiga olib boring. Uy sharoitida hech qanday davo choralarini qilishni tavsiya qilmayman. Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, layk va podpiska bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Va keyingi mavzuyimiz qaysi bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar.